Bismillahirrahmanirrahim. Ders الثامن 8. ders. Endi bugungi darsimizda alohida yangi mazmun yo'q, faqat ilgirgi darslarimni takrorlagan asosda faqat o'quvchilarga o'tgan zamonning shaklidagi fe'llarningki 3 shaxsda turilish ahvoli to'g'riliq ma'lumot beryapti. Odatda fe'llar 3 shaxsga turlangan vaqtida masalan ذهب ذهب ذهبوا ذهبت ذهبتا ذهبنا ذهبت ذهبتما ذهبتم ذهبتي ذهبتما ذهبتuna ذهبtu ذهبنا degan o'xshatilgan vaqtda bularda shularga bog'lashgan fa'il shakllanadi. Masalan, zahaba desa, buning tahtida huwa deydigan bir fa'il bo'ladi. Zahabada alif, zahabuda va, zahabatda hiya. Zahabatga ayollikning belgisi, zahabatada alif, zahabtunada ta ayollikning belgisi, non ko'plikning belgisi. Ta fa'ili, non ko'plikning belgisi. Zahabta, zahabtuma, zahabtumdagi ta, tuma, tum degan hammasi shu fe'lning fa'ili. Tumdagi tu fa'il, mim ko'plikning belgisiga vakillik qildi. Zahabti, zahabtuma, zahabtumdagi ti, tuma, tumga o'xshashlar fa'ilning belgilari bo'lib, tumdagi tu fa'il non ko'p ayollik ko'plikning belgisi bo'ladi. Zahabtu, zahabnadagi tu bilan shu fe'lning fa'ili hisoblanadi. Mushu bo'yicha muzokara qilsak, bu darsning asosli bizga bildirmoqchi bo'lgan maqsad ayoqlashidir. Endi mashq qarab baqsak, birinchi mashq. أكمل الجمل الآتية بوضع الفعل الذهاب في الفراغ بعد إسناده إلى الضمير المناسب. Tövəndəki cümlələrni boş o'ringa zahaba degan fe'lni munosib almashqa bog'lab bo'lgandan keyin qo'ying. Ya'ni munosib almashqa mas turlab bo'lgandan keyin bosh o'ringa to'ldirib. Masalan, birinchisini ishlab ko'rsam, ayna tullabul judud yangi o'g'irda ne ketdi? Buning javoban albatta mudirning qishiga ketdi deyish to'g'ri kelsa, o'quvchilar ko'plik yo'g'achqa biz zahaba degan fe'lning ko'plik shakli zahabuni qo'ysak bo'ladi. Ikkinchi mashq أكمل الجمل الآتية بوضع فعل ماض مناسب في كل من الأماكن الخالية. Tövəndəki cümlələrni boş o'rinning har biriga mas o'tgan zaman fe'lining shaklini qo'yish orqali to'liqlang. Masalan, al-azan ya Muhammad. Muhammad azanni ngizmu deyotdi, cho'qim mega angldingizmu degan fe'l tildikan. Nima deb qo'yamiz? Sami'atal azana. Chunki ikkinchi shaxs ya Muhammad ikkinchi shaxsni ifodalagachga biz fe'lni ikkinchi shaxs arlik birlik shaklini ekansak bo'ladi. Üçüncü mashq tövənliklarni o'ylanib baqing. Ya'ni bu asosiy bizga o'ylanib qo'ymoqchi bo'lgani zahaba, zahabu, zahabat, zahabna, zahabta, zahabtum, zahabti qatorliq. Zahabtuna, zahabtu, zahabna qatorliq fe'llarning biz bayatında o'tgandek fa'ilni bizga demakchi. Masalan, zahaba desa zahaba fe'l, uning tahtidagi ad-damirul mustatir nimasi? Fa'il shurun damir uning fa'ili deb qaraldi. Qog'odarni shu bo'yicha tushunsak bo'ladi, Biz bayatın darsning boshida so'zlab bo'ldik. To'rtinchisi tövəndikilərdən fa'ilni ayırıb müəyyənləşdirib çıxın dağıdıdır. Məsələn, bu inaqki xəracda tutdu, cələsna deyilna, bayatdan sözlügən məzmunlar əgər istinladı bolsa, bunu əlbət arayalaysılar. Beşincisi, muttasil zimirlərinin qatarında fe'llarning muttasil zimirləri tövəndikicha. Məsələn, zəhəbdə, zəhəbti, zəhəbtu, zəhəbtum, zəhəbtun dediki ta hammasi muttasil zimirlər. Zəhəbudiki vəmu muttasil zimirlər. Zəhəbnadiki non, zəhəbnadiki na bular muttasil zimirlər bo'ladi. Masalan, tövəndəki misal orqali biz darsning umum mazmunini tushunib olsak bo'ladi. Masalan, ayna Hamid desa xaraja. Hamid qayerda? Chiqib ketdi. Dal xarajadiki xaraja fe'l, uning tagidagi huwa degan damir mustatir yushrun almash uning fa'ili bo'ladi. Ayna Amina. Amina qayerda? Xarajat chiqib ketdi. Xarajatdiki xaraja degan fe'l ta ayollikning belgisi, tagidagi yushrun almash xarajaning fa'ili bo'ladi.